Hammaga salom, sizlar bilan ekan va mening timim Kizen. Bugungi videoda sizlar bilan daraxt kovlab pul topamiz. Bugungi videodagi maqsad 8 million pul to'plash. Qo'limdagi kirkani kavlashga kamida 10 minutcha vaqt ketdi. Bu oson. Lekin daraxt kavlab 8 million pul topishga ko'zim yetmayapti-da, biling. Baribir kavlaymiz. Qani go. FPS ga qaraylar, telefonga bunaqa FPS bo'lishini fantastika-ku. Hozir normalni berishi mumkin emas, lekin ara-arada 150 100larga chiqib turibdi. Sizga ham shunday FPS kerak bo'lsa, 25 ta like yig'salaringiz Telegram kanalga qo'yaman. 25 ta like umrimga yig'olmasalaringiz kerak-ku. Poxoy yig'inglarchi, Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Telegram kanal описаниеda. Shu payt daraxt kavlashdan zerikib bu yerda kavlasam asal kelib chiqdi. Bilmabmanki, u hamma uchun 10 dona sotish mumkin ekan. Biz esa shuni sotib boy bo'lib ketishni niyat qilib o'tirgandik-a. Va timimni oldiga borib, u menga asal berdi, men asal sotmoqchi edim. Boya aytganimday, limit barcha uchun 10 dona ekan, o'sha uchun sotilmadi. Shu payt qarasam inventarimga kirkan turgan ekan. Srazi klassajga solib qo'ydim, yo'qotib qo'ymay deb. O'lsam kim biladi, o'lsam yo'qolib qoladi-da. Va shu payt oddiy daraxtga ko'zim tushib qoldi. Qarasam 5300 ga. Lekin bilmamanki, shuni ustiga bo'lsa daraxtlar bo'limiga kirib ketay ekan. O'sha daraxtlar bo'limiga bu 3 ga turibdi. Va timim bilan oddiy dunyoga ketdik. Mana shu daraxt kesar 2 sehri hamma daraxtlarga ish bersa, mana shunaqa baland daraxt ko'plarga umuman ish bermaydi. Adminlar biladi-da, nimani o'chirib qo'yishdi. Shu yerdan nezerda to'plagan daraxtlarimizni sotdik va atigi 300 ga bo'ldi. Va yana daraxt kesishni boshladik. Va 666 muha hammaga bam berayotibdi. Husan aytganmi deyman-da, modellikdan bo'shaysan deb, o'sha uchun alamini olyaptimi? Va taygada yiqqan hamma daraxtlarimizni sotishga qaror qildik. Taygada oson bo'ldi lekin daraxt yig'ish. Va atigi 800 ga pul bo'ldi. 4900 bo'lmasam shuni 5 million qilay deb yana kovlashga o'tib ketdim. Lekin sizlarga ham maslahat beraman, shu daraxt kesib sotishdi. Sen buncha narsani qayerdan olding, o'tgan videoda yo'qdi-ku desangizlar, setni timim yasatdi. Qilish esa imperator aka bitta dalbayob 4 millionga imperator qilish sotayotgan ekan. Srazi oldim. Keyin tepadagi 3 ta talisman, bittasi Dedal Max, bittasi Gerkules, keyin qahramon. Keyin timim aytdi, kelmasang bo'lmaydi dedi, bitta baza topdim dedi. Vahshiy dahshat baza dedi. Va grif qilishga ketdik. Lekin grif qila olmadik, chunki yadroviy bomba bilan vodorod bomba bizda yo'q edi.
va shu payt Timim vaqtincha chiqaman dedi. Va ba'zan bir yerim grif qilolmay ertepaga ketdim. Yana daraxt chopaman dedim. Timim AFK bo'ldi. Vaqtinchada qaytaman deb. Ko'rib turganlaringizday 16 chanka qo'yganman, lekin tuman hech qayerda ko'rishga qo'ymaydi. Jonga ham tegdi shu tuman. Va nezerda daraxt yig'ishdan zerikib, keyin anaqa daraxt qidirishga o'tib ketdim. Qora daraxt bor-ku, ana shunaqa daraxt qidirishga o'tib ketdim. O'rmonni topolmasdan varp mayinga ketdim. O'ziyam ko'p qidirdim. Yiqqan terganlarim sotaman deb bayerni oldiga bordim. Va sotdim. Atigi 400 ga pul bo'ldi. Shuncha daraxt 400 gagina pul. Va jahlim chiqib ketdi. Va kirkani olib mayin qilishga tushib ketdim. Boltani tuzatish uchun albatta. Mayin qilib berganimdan keyin qarasam bayer yonib qolibdi-ku, billa. Shuncha gavlagan narsam bayerga sotilib ketdi. Yana qaytib mayin qilish kerak, blin, zaybal. Keyin birdan netrik sotish hayolimga keldi.
aka sotib 150 200 galardan sotib sopqa qilish niyatim bor edi va mayinga qarab keldim. Mayin esa hali boshlanmagan. Yangilanishini kutib aylanib yurdim. Va shu payt daraxt boshlanib qoldi. Sirraza daraxtga qarab sirpandim. Daraxtga nimalar begani hammasini 2xda tomosha qilasizlar endi. Bo'lmasa dahuya bo'lib ketadi. Barb mayinga keldimda, keyin o'lganimdan keyin qo'limga kelgan o'g'limda boshladim mayin qilishdi. Va shu payt mayin boshlanishini kutib turgan paytim klan solishga qo'yib qo'ygan oyoq o'qishi bilan ikkita charkani ko'rib qoldim. Ya'ni esimga kelib qoldi va endi chetga solishga ketdim. FPS ga qaranglar, bolalar, FPS ga. Keyin mayin boshlandi. Yana qaytib mayin qildim. Mayindan ham normani pul ishlasa bilekan, diamondlarni lekin sotganim yo'q, lekin normani pul ishlab oldim. 115 kani shu o'ynagan 12 soatim uchun freedan oldim qolganlarni mayindan. Men ko'rib turgandim kirkani joni qanchaligini va ozgina qolgan payt chiqdim va XP taxladim. Albatta kirkani tuzatish uchun da ham nima uchun bo'ladi. Va nezaritni taxladim.
Mana bu tiqi 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 qilib o'tirgan tovush borku, sizlar ham eshityapsizlarmi? Ana shu zaybali qildi lekin borku, to'x 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 to'x. Kimdir blok sindirayotgandaymi, bilan zaybal. Va ortib qolgan XP ni 200 ga sotdim. Va orada bitta maynam qilib chiqdim. Keyin XP ni kimdir olibdi, Zozo degani oldi. Saxiy odam ekan. Va hamma oltin bilan olmoslarimga XP taxlab sotdim. Odamlarga kerak ekanmi, tez olibdi hammasini, sirasi shu foydalan olib sotish kerak edi. Nezritni taxladimda ikkitasini, u ham boy yerga sotilib ketdi. Shu payt XP'larim kimdir olibdi. 8 million pul bo'ldi. Mana shunday qilib qiyin bo'lsa avto sotib o'chirib qo'yildi dedi, lekin baribir ham sotilib ketdi nimadirga. Va mayn boshlandi. Ana shu mayn men uchun og'ir keldi-da. Videoni ko'ring, nima bo'lganini ko'rasiz. E'tiborsizligim sababli kirka ham sinni lekin pul 8 million. Kirka singandan keyin ancha vaqt siqildim, juda ko'p siqildim. Va shu ko'p siqildim. Keyin siqilgandan foyda yo'qligini esimga tushdi. Keyin birdan timim tirikligi esimga tushib qoldi. Va yiqqan oltin bilan diamondlarga XP taxladimda 250 gadan sotdim. Lekin hech kim olmadi. Va 850 ga 24 ta scrap sotib oldim. Nezrit taxladimda keyin ahga 200 gadan qo'ydim. Va yana anu qora daraxtli o'rmon topaman deb RTPga ketdim. Hali ham o'rmon topamadim, lekin ahdagi 200 gadan qo'yib chiqqan nezritim hech kim olmagan. Va qaytarib 150 gadan qo'yib chiqdim. Va qo'ygan nezritlarimni hech kim olmadi. Yana qaytarib 150 gadan qo'yib chiqdim. Chunki odamlar narsa qo'ygan payti qita orqaroqqa o'tib ketadi. Men qo'ygan narsalar o'sha uchun yana olib qaytadan qo'yib chiqdim. Nima ko'zga tashlanib turishi uchun. U o'rmonni juda ko'p qidirdim, baribir topa olmadim. Nimadirga olib tashlashganmi deymanda. Keyin PvP chat boshlanib qoldi, o'sha uchun var PvP ga keldim. Qo'limda shuncha lut bilan telefon crash berib o'tvordi. Afsuski. Harom tvar telefon, blyad, naxuy. Qaytib kirsam hech nima yo'q, chunki kombat paytida crash berib o'tvordi bu tvar, blyad. Va timimdan titan kirkasi bilan buldozer ikkini so'rab ko'rdim. Chunki titan kirkasi hech qachon sinmaydi-da, qancha foydalansangiz ham. Shunga buldozer 2 magnetga avto pishirish xayolimga kelib qoldi. Boshida ahdan qidirib ko'rdim magnetni. O'sha avto pishirgich doimki oddiy narsa ko'proq tushadi. Magnetni qidirib ko'rdim, qimmat ekan, o'sha uchun olmadim. Enchanting table'da tushirishga harakat qildim. Va temetimdan darajalar olib turdim. Mazza shunaqa temetinglar bersa. Va ahamiyat bersanglar, nezritimni kimdir sotib olibdi bittasinimi. Pulim 8,1 million bo'lgan.
va kirkalarni yasab magnit bilan avto tushirishni boshladim. Aytganimda avto pishirgich birinchilardan tushdi. Keyin buldozer bir tushdi. Buldozer bir tushgani uchun uncha quvonganim ham yo'q. Uni nimada sehrini olib tashladim. Va nihoyat magnit ham tushdi. Endi buni avtopishirgich bilan ikkalasini birlashtirib olib, titan kirkasiga qo'yish qoldi xolos. Va orada Fortuna'ni 5 qilmoqchi bo'ldim. Keyin bo'lmay ekan, titan kirkasini qanday bo'lgan bo'lsa shunday hech narsa qo'shib bo'lmaskan. Faqat anaqa maxsus sehrlarni qo'shib bo'lar ekan va magnit bilan avtopishirgichni qo'shdim. Mana. Va yana anchadan keyin PPCS boshlanib qoldi. Bu payt shunday kirdimda imperator elitra edimi, qanaqadir elitra o'g'ildi. Ko'rdinglar, Ender Pearl'am tekst ketdi. O'sha bor tushaydi. Lekin ana qorami tvar telefon yana o'sha ishini boshladi va yana crash berib yubordi. Shu joyda video o'z nihoyasiga yetadi. Shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz sizga rahmat. Aytib o'tganimda 25 ta likedan keyin mod va resurs pakni tashlayman. Barchangizga rahmat. Ko'rganingiz uchun sog' omon bo'ling. Sizlar bilan ekan.